Assalomu alaykum aziz o'quvchilar va hurmatli ota-onalar. Bugun biz geografiya fanidan Afrikaning geografik o'rni va siyosiy xaritasi mavzusini o'tamiz. Afrika deb nomlanuvchi materik va uning atrofidagi orollar bilan birgalikda Afrika qit'asi deb ataladi. Afrika qit'asi shu nom bilan ataluvchi materik va uning atrofidagi orollar bilan birgalikda nomlanadi. Afrika so'zi finikiyaliklar tilidan olingan bo'lib, chang degan ma'noni bildiradi. G'arbda yashovchi qabilalarni afarlar deb nomlagan va rimliklar Karfagen va uning atrofini bosib olgandan keyin butun qit'ani Afrika deb nomlagan. Afrika qit'asining qoq o'rtasidan ekvator chizig'i kesib o'tgan. G'arbiy qismidan esa bosh meridian. Shu sababli Afrika qit'asi 4 ta yarim sharda, shimoliy, janubiy, sharqiy va g'arbiy yarim sharda joylashgan yagona qit'a hisoblanadi. Afrikaning shimoliy qismidan O'rta dengiz va Gibraltar bo'g'ozi orqali Yevropadan, Suvaysh kanali, Qizil dengiz va Bab-el-Mandab bo'g'ozi orqali esa Osiyodan ajralib turadi. Afrikaning sharqiy tomonidan Hind okeani, g'arbiy tomonidan esa Atlantik okeani suzib o'tadi. Afrika qit'asi mana globusda ko'rinib turibdi, eng katta oroli Madagaskar hisoblanadi. Yana shu bilan birgalikda Seyshel orollari, Kanar orollari, Avliyo Yelena oroli hamda bir qancha orollar bilan birgalikda Afrika deb nomlanadi. Afrikaning siyosiy xaritasining shakllanishi o'ziga xos tarixga ega. Afrika juda qadimdanoq shakllangan davlatlar bo'lgan. Masalan, Efiopiya 1000 yillik tarixga ega bo'lgan davlat. 20-asr boshlarida Afrikada yagona ikkita davlat, mustaqil davlat bo'lgan. Bular Efiopiya hamda 1847-yilda Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan tashkil topgan Liberiya davlati. Afrika qit'asi buyuk geografik kashfiyotlar davridan boshlab o'rganila boshlandi va ko'plab Yevropa davlatlari tomonidan mustamlaka qilib olindi. Bu davlatlar Buyuk Britaniya, Fransiya, Portugaliya, Belgiya, Germaniya hamda Italiya, Ispaniya davlatlari edi. 1950-yildan boshlab Afrikada davlatlar mustaqillikni qo'lga kirita boshlandi. 1960-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan Afrika yili deb e'lon qilindi. Bunga sabab 17 ta davlat o'zining mustaqilligini e'lon qildi va butun jahon mamlakatlari hamjamiyati tomonidan bu tan olindi. 1990-yilda Namibiya, 1993-yilda Eritreya, 2011-yilda Janubiy Sudan o'zining mustaqilligini e'lon qildi. Bugungi kunda Afrikaning siyosiy xaritasida maydoni 1 million kvadrat kilometrdan katta bo'lgan 12 ta davlat mavjud. Bular Jazoir, Kongo Demokratik Respublikasi, Sudan, Liviya, Chad, Niger, Angola, Mali, Jar, Efiopiya, Mavritiya hamda Misr davlatlari hisoblanadi. Ular hududi jihatdan ancha katta va shu bilan birgalikda maydoni 1000 kvadrat kilometrdan kichik bo'lgan Seyshel orollari bor. Bunday davlatlar yer yuzida 24 ta bo'lib, faqatgina Afrikada bir dona. Afrikada 54 ta davlat mavjud bo'lib, shulardan ba'zi birlari dunyo okeaniga chiqa olmaydi. Va yer yuzidagi dunyo okeaniga chiqa olmaydigan davlatlar soni jihatdan Afrika qit'asi yetakchilik qiladi. Yirik bo'lishiga qaramasdan dunyo okeaniga chiqa olmaydigan davlatlar Efiopiya, Markaziy Afrika Respublikasi, Chad, Niger, Mali, Jazoir, Zambiya hamda Zimbabve davlatlaridir. Va shu bilan birgalikda Afrikada orol davlatlar ham mavjud. Bular Madagaskar, Kibavve, Komor orollari, Mavriki, Prinsipi hamda Seyshel orollaridir. Bular orol mamlakatlar hisoblanadi. Afrikaning siyosiy xaritasida 54 ta davlat bo'lib, 51 tasi respublika, 3 tasi monarxiya davlat hisoblanadi. Marokash, Svazilend, Lesotho davlatlari hamda federativ davlat tuzumiga
ega bo'lgan davlatlar Nigeriya, Efiopiya, Sudan, Janubiy Sudan, Somali, Komor orollari. Agar biz Afrikaning tabiiy xaritasiga nazar solsak, juda ko'plab foydali qazilmalar borligini ko'ramiz. Ayniqsa bu foydali qazilmalar O'rta dengiz bo'ylari, G'arbiy Afrika, Janubiy Afrika hamda Sharqiy Afrikada juda keng tarqalgan. Neft va tabiiy gaz, ko'mir, qimmatbaho va rangli metallar, radioaktiv metallar mavjud. Afrikaning tabiati xilma-xil. Chala-cho'llar, cho'llar, savannalar, ekvatorial o'rmonlar. Bu Afrikaning eng katta boyliklari hisoblanadi. Afrikaning juda katta qismini egallab yotgan Sahroi Kabir cho'lining janubiy qismlari Sudan, Chad, Niger, Mali, Mavritaniya davlatlari Sahil hodisasidan juda katta zarar ko'rmoqda. Aziz o'quvchilar, bugungi mavzuda o'tgan barcha ma'lumotlarni birgalikda qaytaramiz. Afrika orollari bilan birgalikda maydoni 30,3 million kvadrat kilometr. Afrika 4 ta yarim sharda joylashgan yagona qit'a. Afrikaning sharqida Hind okeani, g'arbida Atlantika okeani o'rab turadi. Afrika Gibraltar bo'g'ozi va O'rta dengiz orqali Yevropadan ajralib turadi. Afrika Qizil dengiz, Suvaysh kanali, Bob al-Mandob bo'g'ozi orqali Osiyodan ajralib turadi. Afrikadagi Madagaskar oroli maydoni jihatdan dunyoda 4-o'rinda turadi. Afrikaning yagona yarim oroli Somali hisoblanadi. Afrikadagi eng katta davlat Jazoir. Afrikaning qadimiy davlati Efiopiya. Afrikada 54 ta davlat bo'lib, 51 tasi respublika. Afrikani Sahroi Kabir cho'lining janubiy qismlari cho'llashish jarayonidan jiddiy zarar ko'rmoqda. Aziz o'quvchilar, bugungi o'rgangan bilimlaringizni yana bir bor mustahkamlash uchun darslikni o'qib, savollarga javob berib, kerakli ma'lumotlarni daftaringizga yozib, dunyoning siyosiy xaritasidan foydalanib, Afrikaning siyosiy xaritasiga, yozuvsiz xaritaga davlatlarni tushirib, ularning poytaxtlarini o'rganib, vaqtingizni unumli sarflang. Yoshlikda o'rgangan bilim toshda o'yilgan naqshdir. E'tiboringiz uchun rahmat.